Xitoy hukumatining siyosiy va diniy sohadagi haqlarni oyoq osti qilish qilmishining eng yangi ahvoliga qarab chiqish uchun 10 dekabr kuni Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Osiyo, Tinch okean va kengaymichilikning oldini olish komiteti maxsus guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Dastlabda Sharq Turkistondagi lagerlar masalasida nopuzliq olimlardan bo'lib qolgan germaniyalik tadqiqotchi doktor Adrian Zenz so'z qildi. Amerikadagi kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti Xitoy bo'limining mudiri Sophie Richardson xonimmi bu qitimliq guvohlik berish yig'inida so'z qildi. Uyg'ur guvohchilaridan Firqat Javdat o'zining shaxsiy kechirmishlarini Xitoy hukumatining chet eldagi Uyg'urlarga hamda o'ziga qanday tahdidlarni selayotganligini qisqacha bayon qilish orqali navbatda Sharq Turkistonda lagerga qamalgan hamda har qachon lagerga qamalish girdobida turayotgan Uyg'urlarning, shuningdek chet eldagi erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlarning real ahvolini yig'in ahliga yana bir qitim tasvirlab berdi. Bo'libmi Uyg'urlar diyorda navbatda kishilik huquq degandan qilchimi eg'iz etish mumkin bo'lmaydigan bir vaziyatning shakllanib bo'lganligini alohida ta'kidladi. Türkiye Saadet Partisining mudiri Temel Karamolla o'g'li Türk va musulmon dunyosini Xitoy mollarini boykot qilishga chaqirdi. Partiyaning markazida kun tartibidagi masalalar haqida so'z qilgan Karamolla o'g'li hukumatni tanqid qildi va Sharq Turkistondagi zulmlar haqida to'xtaldi. U Turkiya va islom dunyosining Xitoy mollarini boykot qilish faoliyati o'tkazib, Xitoy mollarini jiddiy shaklda boykot qilish kerakligini so'zlab, musulmonlarni Xitoy mollarini sotib olmaslikka chaqirdi. U toki Xitoy bu zulmni to'xtatmoqchi Xitoy mollarini sotib olmaslik lozimligini ta'kidladi. Abdullah Kodaman boshchiligidagi Türk heyeti Germaniyaning Duisburg shahriga joylashgan Sharq Turkiston madaniyat markazini ziyorat qildi. Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash tarafidan qizg'in kutib olingan Abdullah Kodaman apandi ommaviy taratquv hisobida mundaq dedi. Sharq Turkiston madaniyat markazini ziyorat qildi. Uyg'urlar uchrayotgan zulmni birinchi qo'ldan Abdujalil apandidan angladik va fikr almashtirdik. Rabbim ummatning qonigan yorlardan biri bo'lgan Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizga erkinlik, hurriyat nasib qilsin. Xitoy dunyoda muxbirlar eng ko'p qamoqqa hujum qilingan davlat bo'lib baholandi. 11 dekabr kuni Markaziy Nyu-Yorkdagi muxbirlarni qo'g'dash komiteti e'lon qilgan yillik dokladga qaraganda, o'tgan 1 yil mobaynida dunyo miqyosida qamoq jazosiga hukm qilingan muxbirlarning soni 250 nafar bo'lib, ularning 48 nafari Xitoyda ekan. Xitoyda qamoqqa hukm qilingan muxbirlar asosan davlatni parchalashga urinish, hokimiyatni og'dirishga qudratlilik qilish bilan ayblandi ekan. Mazkur organ dokladda Xitoy hukumati Sharq Turkistonda keng ko'lamli tutqunlarni qanot yaydirayotgandan keyin muxbirlarning asosliq zarbi nishoni bo'lganligini ta'kidlagan. Dokladda Xitoydan keyin Saudiya Arabiston, Misr va Eritriya qatorliq davlatlar tizilgan. Berma rahbari Soki Xalqaro sud mahkamasida davlatini oqlab, askarlarining Rohingya musulmonlarga qalayimqon kuch ishlatgan bo'lishi mumkinligini, lekin irqiy qirg'inchilik ib bo'lmaganligini aytdi. Bermada yashaydigan Rohingya musulmonlarga irqiy qirg'inchilik ib bo'lganligi aybnomasi bilan Gollandiyadagi Xalqaro sud mahkamasida sudga chiqqan Berma rahbari Soki, Bermaning Arakan musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligini inkor qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va nurg'unlagan xalqaro kishilik huquq organlari Bermaning Rohingya musulmonlarga qaratgan bostirishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb tasvirlagan edi. Amerika Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komiteti Suriyaning sharq-shimolidagi harbiy harakat va Rossiyadan S-400 mudofaa sistemasini sotib olganligi sababli Turkiyaga embargo yurgizishni tashabbus qilgan qonun loyihasini ma'qulladi. Bu loyiha Trumpga besim tushirib, Turkiyaga qaratgan maydonini qattiqlashtirishni talab qiladi. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Çavuş o'g'li Amerikaning bu qonun loyihasini ma'qullashiga qattiq norozilik bildirdi. U Turkiyaning bu haqda muzokara olib berayotganligini, injirlik bazasini taqashqich bo'lgan turli tadbirlarni qo'lga oladiganligini aytdi.